do'stlarim, sizlarni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. O'zlikni topishga, ya'ni keyingi darsimizga qadamingizni qo'yganingiz bilan tabriklayman. O'tgan darsda bechoralik, rollar almashib qolish haqida juda chuqur mavzuni o'tib berdim. Bugungi 3-darsimizda aynan taqqoslash va baholash qonunlari haqida gapiraman. Aynan biza Allohning sistemasiga qarshi hozirgi kunimizda yashab kelayotganimiz, hozirgi hayotimizni chalkash etapga olib kirdik va bularni bittalab o'zingiz ko'rib boryapsiz. Ya'ni maskalarini ochyapman va siz qaysi qonun-qoidani buzganingiz uchun hozirgi kuningizdagi vaziyatni olib kirganingizni tushunib olasiz. Aynan biz Allohning sistemasini ko'p joylarda buzayotganimiz va taqqoslash va baholash muhimlik qonunlarini biz ko'p joylarda xatolik bilan yechayotganimiz uchun hozirgi kunda masalamizni minus holatga olib kirdik. Ya'ni bizga berilgan vaziyatni, ya'ni masalani ikkidan ikkini ayirib minus holatga olib kiryapmiz. Qarz, kredit munosabatda bizga ta'sir qilyapti. O'zligimizni topa olmayapmiz. Chunki rollar almashib qolingan, qaysi programmaga biza qarama-qarshi yashayapmiz. Shuni bugun 3-darsni, ya'ni taqqoslash va baholashni chuqur anglab, ilohiy qonunlarni buzayotganingizni tushunib anglab olasiz. Aynan taqqoslash va baholash bizni hayotimizda qanaqa ta'siri va qanaqa to'lovlari borligini tushunasiz. Taqqoslash bizni hayotimizga aynan qayerdan keladi? Yoshligimizdan keladi. Yoshligimizda bizni boshqa farzandlarga solishtirishgan va uni psixikamiz tushunib-tushunmay qabul qilgan. Va ichki holatingizdan taqqoslash orqali aybdorlik programmasini joylashtirgan. Ana o'sha taqqoslashda, ya'ni chetlashtirilgan farzand bo'lib katta bo'lgansiz. Uni psixika tushunmaydi yoshligida. Mendan ko'ra uni yaxshi ko'rishadi yoki mendan ko'ra zo'r ekan u deb bilmagan holatda Allohning sistemalarini buzib qo'yganmiz. Va bizning ichki holatimizda norozilik paydo bo'lgan va xulosalar, qarorlar chiqargan. Va katta bo'lganingizda turmush o'rtog'ingiz, qaynona-qaynotangiz sizni solishtiradi boshqalarga. Yokida vaziyatlar bilan takror va takror berilgan. Yokida bog'cha paytingizda siz boshqa bolalarni ichida ajratishgansiz. Aynan shulardan ichki holatdan solishtirilib katta bo'lgansiz. Bu sistema bizga diskimizga qonun bo'lib kiradi va bizni hozirgi vaziyatimizda turmush qurishimiz, oila qurgan paytimizda bizga o'z ta'sirini o'tkazadi. Va bu ta'siri oqibatida biz o'z hayotimizda yashamaymiz. Ya'ni evaziga rollar kiyamiz, evaziga yaxshi narsaga erishish uchun qiynalamiz. Lekin biz kutgandagi maqsadlarimiz amalga oshmaydi. Niyatlarimiz amalga oshmaydi. Nima uchun desiz, aynan siz ichki holatingizdan solishtirasiz. Ya'ni bu signalni Allohga meni noto'g'ri yaratding, meni bekor yaratding degan xulosalarni chiqaramiz. Buni mendan mukammal qilib yaratding, meni bunaqa yaratmading deb ichki hissiyot bilan biz katta bo'lganimizda vaziyatlarni yaratamiz. Bu dasturlar bizni ichki holatimizdan boshqariladi. Ana o'sha ichki dunyoyimizga, ichki fikrlarimizga, ya'ni kamerani yoqib, kuzatuvchini yoqib qaratganimizda bizni hayotimiz o'zgarishni boshlar ekan. Aynan taqqoslash muammosi, programmasi borligini, chuqur etapini yoshlikdan siz ko'rib oldingiz va bu sizni o'zingizga bo'lgan ishonchni juda past darajada, ya'ni baholab beradi. O'zingizga o'zingiz baho berishni boshlaysiz juda past darajada. Chunki siz boshqalarga solishtirasiz. Aslida esa har bir insonni Alloh mukammal qilib yaratgan. Biz u mukammallikka ishonmaymiz. Biz faqat kamchilikni yokida yerga urib o'zimizni ichki aybdorlik bilan yokida bo'lsa o'zimizni ichki holatimizdan past baho berib, ya'ni aybdorlikni tegida o'zi ichki holatimizdan past baho berib katta bo'lamiz. Past baho berganimiz bizning yangi odatimiz shakllanadi. O'zingizga past baho berib boryapsizmi? Sizni ishxonada ham, maktabda ham, o'qishingizda ham, o'zingizni ishlayotgan sohalaringizda ham, ya'ni qadrsizlanish holatini olib keladi. Oilada turmush o'rtoqdan, ya'ni munosabat muammosi bo'ladi. Mana shu o'zingizga past baho berishda siz o'zingiz xohlagan sohaga ham qadam qo'ya olmaysiz. Mana shu kodlar joylashgan bo'ladi. Menda nimaga bunaqa bo'ladi vaziyatlar deb savollar berganingizda, mana shu dars orqali o'z yechimlaringizni olishni boshlaysiz. O'zingizga past baho berdingizmi? O'zingizni boshqaga solishtirdingizmi? Buni ko'ra olasizmi?
programmani ko'ra olganingizni o'zi 50% yechim bo'ladi. O'zimizni taqqoslayotganimizda aslida esa ichki holatimizdan past baho berganimizdan, ya'ni tagida hasad programmasi rivojlanadi. Bu katta bo'lganingizda u narsani ko'rmaysiz. Lekin kimdir yangi narsa olsa, nimadirga erishsa, 200lamachilik pozitsiyasini kiyasiz. Rol o'ynaysiz, xursand rolini o'ynaysiz. Tabriklayman deysiz, lekin ichki holatingizda siz taqqoslaysiz. Ana o'shani tushunmaysiz. Ana o'sha rollar almashinishi, ya'ni 200lamachilik kiyimini kiyishingizga ham sababchi bo'ladi. Taqqoslanish oqibatida hasad rivojlangandan keyin sizni maqsadingizga uzoqlashtiradi. Bu Allohning sistemasiga qarshi. Men taqqoslamasdan qanaqa qilib o'zgartiraman, nimaga o'zgartirsam bo'ladi desangiz, siz faqatgina hozirdagi holatingizni kechagi kunga o'zingizga solishtirishga, ya'ni haqqingiz bor ekan. Bunda Allohning sistemasi buzilmas ekan. Biz ko'p holatlarda nima qilib qo'yamiz? Turmush o'rtog'imizni ham boshqani turmush o'rtog'iga solishtirib qo'yamiz. Va bu jarayonda siz to'lov qilishni boshlaysiz. Solishtirishni ketidan sizni turmush o'rtog'ingizni ishlari yurishmaydi, vaziyati minus holatga keladi, nolish Allohga ketadi. Ana shu holatni siz to'g'rilab olishingiz kerak. Nima uchun menda unaqa deb javobini topa olmaysiz. Lekin siz bilmaysizki, ichki holatingizdan siz boshqa turmush o'rtoqqa eringizni solishtirasiz. Shuning uchun siz qirol erkakni yarata olmaysiz. Ana o'sha yerda qizil svetofor qizil chirog'idan o'tasiz va sizga ilohiy qonunlar ishga tushib, to'lovlar kelishni boshlaydi, shtraflar kelishni boshlaydi. Ya'ni nimada keladi? Pulda keladi, munosabatda keladi. Misollarini aytyapman. Munosabatda qanaqa bo'lishini, pulda esa sizni energiyangiz Alloh tomonidan tok berilgani, ya'ni hasadga ishlaydi. Nega unda bor, nega menda yo'q degan odat shakllangani uchun yoshlikdan sizni hozirgi kuningizga ta'sir qiladi. Shuning uchun siz erisha olmaysiz. Chunki siz ichki holatdan tok bilan muammoni kattalashtirasiz. Yechimga qaratmayapsiz. Taqqoslash bu aslida tanlash va tanlamaslik. Siz tanlov qilasiz. Taqqoslashni ham tanlov qilsangiz bo'ladi. Taqqoslamaslikni ham tanlov qilsangiz bo'ladi. Biz har kuni uyg'onganimizda bizga Alloh imkoniyat beradi. Tanlov huquqini o'z qo'limizga bergan va yaratuvchilik qobiliyatini ham bergan. Shu yaratuvchiligimiz bo'lgani uchun hozirgi kunimizda biz tanlovni hasad orqali solishtirishni tanlayapmiz. Hasad orqali biz o'zimizdan nolivyapmiz, biz o'zimizga ishonchni pasaytiryapmiz. Aynan shu xatolarni to'g'irlaganimiz sari bizni energiyamiz, bizni tokimiz maqsadlarimizga ishlashni boshlaydi. Ya'ni o'z rollaringizga qaytishni boshlaysiz. Taqqoslamasligingiz uchun taqqoslash bor joyda, ya'ni tan olib qabul qilish formulasi ishlamaydi, Allohning sistemasi. Ya'ni men Allohning sistemasida qanaqa qilib hal qilaman desangiz, siz o'sha vaziyatni psixikangizga hozir va shu yerda har doim mavjud, hozir va shu yerda mavjud bo'lgani uchun siz o'sha jarayonga tushganingizda, yoshlikka tushsangiz ham sizni psixikangiz uchun hozirda bo'layotgan holatni olib kelib beradi. Ana o'sha jarayonga tushib, siz solishtirilgan farzand bo'lsangiz, siz tan olib qabul qilasiz. Taqqoslayotganingizni tan olishingiz kerak birinchidan. O'zingizni ishonchingizni pasaytirganingizni tan olish kerak, qabul qilish kerak. Biz esa buni aks holatini qilamiz. Ya'ni Alloh bilan sporlashamiz, Alloh bilan kurashamiz. Shuning uchun biz yechimlarini bera olmaymiz. Mana shu formulaga rioya qilganingizda sizda jetonlar tushib, vaziyatlar o'zgarishni boshlaydi. Ya'ni kurashmaysiz. Kurashish to'xtaydi shu joyda. Banda bilan kurashmaysiz, qaynona bilan yo er bilan kurashmaysiz. Aslida ichki holatingizdan Alloh bilan kurashasiz. Chunki siz mukammal emasman. Har doim o'zingizni ishonchingizni pasaytirasiz. Chunki Alloh har bir bandasini mukammal qilib yaratganini siz esdan chiqarasiz. Isbot qilasiz. O'sha vaziyatda siz o'zingizni isbotlaysiz. O'sha vaziyatda siz borligingizni isbotlash uchun shu narsani rolini kiyasiz. Rol o'ynaysiz, tonlarni, og'ir yuklarni kiyasiz. Keyin sizda dangasalik shakllanadi va sizni o'z maqsadlaringiz ham amalga oshmaydi. O'zingizni taqqoslamaslikni ikki xil etapini qulog'ingizga ziray qilib taqib olishingiz kerak. Ya'ni har doim eslatishingiz kerak o'zingizga.
boshqa insonlarga sizni solishtirishga haqqingiz yo'q ekan. Siz faqat kechagi kuningizga solishtirishga haqqingiz bor ekan. Ya'ni A holatingizga solishtirishga haqqingiz bor ekan. Turmush o'rtog'ingizni ham faqatgina A holatiga solishtirishga haqqingiz bor ekan. Taqqoslashni ketidan o'zingizga bo'lgan ishonch pasaygandan keyin sizni barakangiz yo'qoladi. Munosabatlarda muammo kelgandan keyin, ya'ni Qur'on kitoblarimizda, muqaddas kitoblarimizda ham bu baraka yo'qolishini aytilgan. Ya'ni munosabatlarda muammo bo'lsa, 3 kungacha xafagarchiliklar bo'lsa, sizni uyingizdan baraka qochadi. Xuddi shu holatlar bilan siz to'lovlar qilishni boshlaysiz. Chunki siz norozi bo'lasiz. Ana o'sha norozilik bizni hamma joyda bezovta qiladi. Solishtirganimiz sari, o'zimizni ishonchimizni pasaytirganimiz sari, Allohning oldida kurashganimiz sari, biz o'zimizni ishonchimizni pasaytirib ketidan kurashganimiz sari bizga minus holatlar kelayotganini, shtraflar kelayotganini tushunmaymiz. Shuni chuqur tushunib, zireyday taqib olib, bu bilimni tushunib, urug'larni ekib olishingiz kerak. Ya'ni kotlavandan boshlashingiz kerak. Rolingizga qaytishingiz kerak. Ko'p ayollarda bilib bilmagan holatda ayol va erkak pozitsiyasi bo'ladi. Ayol pul topgani sari bilib bilmagan holatda uni erkaklik energiyasi kuchayib ketib, u erkak, ikkita erkak bo'lishni boshlaydi oilada ham. Ana o'sha ikkita erkak bilib bilmagan holatda solishtirishni boshlaydi. Keyin urush janjallar bo'ladi. Bu bitta sababi. U energiya kuchayib ketgan, chunki ayol nima pozitsiyada bo'lyapti? Qutqarish pozitsiyasida bo'lyapti. Oilani, farzandni, turmush o'rtoqni bilib bilmagan holatda qiladi. O'sha kiyimni kiyadi. Ana o'sha yerda o'sha energiya chiqadi. U o'zini vaziyatlarini, o'zini holatini, o'zini xarajatlarini o'zi eplaydigan darajaga chiqib qoladi. Siz erkakdan pul so'ramaslikka boshlaysiz. Siz erkakdan ehtiyojlaringizga, xarajatlaringizga pul so'ramaslikka odat shakllanishi boshlaydi. Ana o'sha joyida o'sha erkaklik energiyasi kuchaygani sari sizni turmush o'rtoq bitta erkak energiyasida va siz erkak energiyasida bo'lib, ikkita erkak bitta oilada chiqishmaydi va ajrimga keladi. Hozirgi kunda eng dolzarb mavzulardan bittasi aynan shu energiya. Buni spetsialni qilib men bu narsani qilmayman, erim pul topmagani uchun ishga chiqib ketganman deysiz. Lekin sizda qaysidir dastur ishlayotgan bo'ladi. Yokida oyingizni ko'rgansiz, oila boqadigan erkak pozitsiyasiga kiyib olgan, yokida siz turmush o'rtog'im qilmayapti deb nolib, ichki holatdan solishtirib oxiri o'sha kiyimni kiygansiz. Boshqa erkaklarga solishtirib u erkakni ish yo'lini yopib qo'ygansiz, ichki holatdan bilmaysiz narusheniya qilayotganingiz. Ya'ni uni baraka yo'lini ham yopib qo'ygansiz, daromad yo'lini ham yopib qo'ygansiz. Shuning uchun bilmagan holatda eringiz yo'li yopiladimi? Keyin siz ishga tushasiz. Siz yo'l qidirasiz. Aslida esa ayolni ichki holatida bu chalkash vaziyat kelishi boshlaydi. Shuning uchun siz o'zingizni tan oling. Erkak pozitsiyaga o'tganingizni tan olib qabul qilasiz. Kimni odatini kopiya qilasiz ssenariy asosida, shuni tushunib tan olib qabul qilasiz va o'sha erkagingizni plus tomonlarini ko'rasiz. Fikrlashni shunaqa qilib boshqarib olib chiqib ketasiz o'sha vaziyatdan. Ya'ni turmush o'rtog'ingizni oldingi A holatiga solishtirasiz. A holatida ichar edi, A holatida urar edi, hozir B holatida ancha yaxshi-ku. Munosabatlari yaxshi. Ya'ni o'zingizni tanangiz bilan ham ishlashingiz kerak bo'ladi bu jarayonda. Ko'p ayollar ruhiyat bilan rivojlanadi-da, avliyo holatiga kelib qoladi. Va o'sha avliyo holatiga kelgandan keyin uni tengi yo'q, u avliyo-ku. Ya'ni kibr pozitsiyasini kiyib oladi. O'shaning uchun u qaynonasi bilan, turmush o'rtog'i bilan, qaynotasi bilan, ota-onasi bilan, opa-singli bilan chiqishmaydi. Mana shu joyda eng katta dolzarb mavzudan ikkinchisi bu munosabatlarda katta darajada minus holatlarga olib kelishini sababi shunda. Chunki siz avliyo urveniga chiqib olgansiz. Aynan shu avliyo darajasi kibr hisoblanadi. Ya'ni Alloh urveniga chiqib olgansiz, ichki holatdan. Buni siz tan olmaysiz. Qachon tan olganingizda, ya'ni o'sha vaziyatni tan olib qabul qilganingizda sizga yechimlar kelishni boshlaydi. Bizni tan olmaymiz. Taslim bo'lishdan ko'ra
kurashishni yaxshi ko'ramiz. Shu kurashganingiz sari sizga borliq kurashadigan vaziyatlarni beradi. Pulda ham, munosabatda ham, har tomonlama. Chunki sizni ichki dasturingizda kurashish bor. Siz har xil narsalar bilan qaraysiz. Men har tomonlama maskasini ochyapman. Kurashish pozitsiyasi bilan, solishtirish pozitsiyasi bilan, erkak energiyasiga o'tirib olish, ya'ni ham rol, ham ilohiy qonunni buzishingizni olib kelyapman. Mana shu ilohiy qonunlar buzilganda to'lovlari kelishini ko'rsatib beryapman. Qachon siz bu qonunni to'g'ri ishlatishni boshlaysiz, ana o'shanda hayotingizda o'zgarish bo'lishi boshlaydi. Endi baholash haqida mavzu ochaman. Baholash nima uchun bizning hayotimizda katta darajada minus holatlarni olib kelyapti? Biz ko'p holatlarda bu, ya'ni bizning kiyimimizga aylanib qolgan. Har kuni tish yuvish kabi odatda shakllangani kabi siz baholashni odatga kiritib olgansiz. Ana o'sha baholash nimalarga qodirligini, to'lovlari borligini tushuntirib beraman. Baholash ikki xil holatda bo'ladi. Birinchisi, siz ichki holatingizdan o'zingizni ustunlik hissini his qilish uchun baholaysiz. Ikkinchi holatda esa noaniqlik bo'lgani uchun ichki holatingizda o'sha holatda baholaysiz. Ana o'sha ikki holatga erishish uchun siz avtomatik sistemani buzasiz. Bu Allohning sistemasiga qarshilik hisoblanadi va buni to'lovlari etapma-etap. Hozirgi kunda ko'p ayollar nimaga baholaveraman, tushunaman baholash nimagaligini, lekin to'lovini tushunmaydi. To'lovi siz o'sha insonni hayotida yashab o'tishni boshlaganingizni ko'rmaysiz. Qachonki siz kuzatuvchini yoqasiz, qayerda siz kimni baholayotganingizni ko'rishni boshlaganingizda sizda analiz jarayoni ketadi. Ana o'sha joyida siz to'xtatishga harakat qilishni boshlaysiz. Birdaniga to'xtatmaysiz. Sekinlik bilan. Birinchi aytasiz, men bugun oldin 100% kirishib olib, maza qilib baholardim, muhokama qilardim. Hozir esa 50% qilishni boshladim-ku deb fokusni nimaga qaratasiz? Plusga qaratasiz. Ya'ni 50% ga qisqardi degan. Va o'sha yechim orqali sekin-sekin baholashdan chiqishni boshlaysiz. Chunki siz o'rtog'ingizni qamalib qolganini gapirdingizmi? Muhokama qildingizmi? Ko'p o'tmay sizni farzandingizda yoki o'zingizda shu jarayon bo'ladi. Undan ko'ra shu baholashni to'xtatib yokida qarzdorlikka kirib ketganini muhokama qildingizmi? Yashab o'tishingizni miya tushunishi kerak. Ana o'shanda xavfni his qiladi u. Noto'g'ri ekan. Muhokama bilan baholashni farqi nimada? Boshqa bir insonga siz baho berasiz. Kimdir kalta yubka kiyib keldi. Uni holati, uni xohishi. Lekin siz ichkaridan nima qilasiz? Pretenziya bildirasiz u insonga. Lekin u insonning qalbida ham Alloh borligini ko'rmaysiz. Chunki pardalar yopiq. Chunki baholash kiyimi bizani DNKmizdan, avlodimizdan kelayotgan kod. Baholashni zanjir qilib kiyimini kiyib chiqamiz. Ana o'sha zanjirlardan keyin siz to'lov qilib yashab o'tirasiz. Yokida hijoblilarning ustidan kulasiz, gapirasiz. Erinmasa kommentariya yozasiz. Ana o'shalar ham baholash hisoblanadi. Bu o'zi aslida muhokama bilan bitta liniyada bo'ladi. G'iybat bilan. Kimdir g'iybat deb tushunadi, kimdir baholash deb tushunadi, kimdir muhokama deb tushunadi. Bularning hammasi bitta chiziqda. Bu Allohning sistemasiga qarshi. Alloh aytar ekan, baholadingmi? Banda bilmaydi-ku, ichkaridan u pretenziya qilayotganini, uni kiyimini yoki da hijobini. Sizni shunaqa kunga olib keladiki, to'lovida. Bandam senga shu kammidi? Ki senga ham shuni beramiz. Nega degan savolni berding-ku, pretenziya bildirding-ku, nega unaqa qildi deb. Ichingdan sud qilding-ku. Ana o'sha negangizga javob keladi sirasi. Chunki siz baho berdingiz. Allohni yaratgan bandasini qilgan ishiga baho berdingiz. Shuning uchun chalkash vaziyatlar bo'laveradi.
Sizga uni hayoti muhim bo'lsa, siz baholashdan chiqib ketmaysiz. Qachonki inson o'zini hayotini muhim deb bilsa va o'zini tanishni boshlasa, boshqa DNKdan, avloddan kelayotgan kiyimni kiyganini yoki qonun boshqarayotganini ko'ra olganda, ya'ni robot holatidasiz. Baholashni ham o'rgangansiz. Atrofdanmi, avloddanmi, o'sha narsani tushunib olishingiz kerak. Birinchi ko'rganingizni o'zi 50% yechim. Ikkinchi 100% natijaga chiqishni boshlasangiz, kurashmaysiz yana. Yana shu holatga yetaman. Men baholab qo'ydim Allohim. Men tan olaman. Men qabul qilaman deb o'sha formulaga solib ishlaysiz. Tan olib qabul qilganingiz sari sizda yengillik paydo bo'lishni boshlaydi. Kurashganingiz sari sizni kuchingiz ketaveradi o'sha narsaga. Shuning uchun biz insonlarni baholaganimiz sari hozir va shu yerda yashashga kela olmaymiz. O'tmish bilan kelajak bilan yashab yuraveramiz. Chunki xayolimiz miyamizda nimaga boradi? Sistemani buzaveradi. Bizani mana shuni ichkarida Allohning sistemasini juda ko'p tarzda buzib tashlaganmiz. Yaxshiyamki Allohning kamerasi ichkariga joylashgan. Oddiy tilda aytsam, har bitta narusheniyingizni ko'rib turadi. Ana o'sha narusheniyani qilmasangiz, siz nima bo'lasiz? Allohning maktabida o'rganasiz. Hasad qilmaslikni, birovga baho bermaslikni, o'zingizni boshqaga solishtirmaslikni o'rganasiz. Ana o'shanda natijasi, mukofotini Allohdan ko'rishni boshlaysiz. Ya'ni Alloh aytar ekanda, men senga bandam tok beryapman, energiya beryapman, kuch beryapman. Lekin sen nimalarga sarflayapsan? Nimalarga sarflading degan savolni berganda siz nima deb aytasiz? Men Alloh sizga savol javob qilganda aytasiz, men muhokama qildim, baholadim deysizmi? Yo'q, turasiz uyalib. Alloh sizga har kuni, har daqiqada imkoniyat beryapti. Bu qachondir to'xtaydi. Shu imkoniyatlarni ko'ra olishni boshlaganingizni o'zi katta yutuq. Uyg'onishingizni o'zi, o'zligingizni topishingizni o'zi. Lekin bu sizni kiyimingiz emas. Bu to'nlarni kiyib kelyapsiz bilmagan holatda. Ya'ni og'ir yuklarni Alloh bergan durlar tagida qolib ketgan. Ana o'sha durni ustini tosh bilan ko'mib qo'ygansiz. Lekin tushunasiz. Voy deysiz, men o'sha yerda xato qilayotgan ekanman. Men tan olaman deyishni boshlaysiz. Ana o'sha joyda sizni holatingizda o'zgarish bo'lishni boshlaydi. Shu kichkina jarayonda sizda fikrlash o'zgarishni boshlaydi. Chunki siz sistemani tushundingiz. Qayerda narusheniya qilayotganingizni ko'rishni boshladingiz. Shu xatoliklarni qilishni to'xtatishni boshlaysiz. Harakatga tushasiz. Ana o'sha birinchi darsimizda bechoralik kiyimini kiymiz. Yechimi bor ekanmi? Har bir insonda faqatgina mas'uliyatini olish kerak bo'ladi. Shu mas'uliyat qonuni, bechoralik kiyimi, shularni chuqur o'rganib, keyin bu darsni eshiting. Ana o'shanda yechimlarini ko'rib boraverasiz. Tan olmasdan, qabul qilmasdan kurashib, to'kingizni, energiyangizni sarflab shu holatgacha keldingiz hozir. Ana endi biz boshqa holat bilan, ya'ni taqqoslamasdan, baholamasdan, kurashmasdan hayot juda oson. O'shanda majburiyatlar emas, xohishlarimiz kuchayadi. Biz majburliymiz boshida. Nima uchun majburlisiz? Chunki ichkarida toshlar bor, durri ustida. Og'ir u yuklar. Qachon siz bu toshni olganingizdagina siz formulaga solib yengillikni his qilasiz. Siz sistemani как tamg'adek zirayda taqishingiz kerak Allohnikini. Biz unutib qo'yamiz buni. Biz odamlarnikiga bo'ysunamiz. Allohnikiga qarshi borayotganimizni bilmaymiz. Misol keltiraman, siz hozirgi kunda boshqa kursda ham o'qidingizda, unga past baho berishingiz ham aslida sistemani buzadi. Baribir qanaqadir darajada o'rgandingiz. Lekin qachonki siz u narsani tushunganingizda, qanaqadir darajada o'rgandim-u, bitta signal bo'lsa ham berdi-yu, ocha oldim o'zimni deb tan olishingiz kerak. Lekin baholashga bizning haqqimiz yo'q. Allohniki. Ana o'sha baholashni to'xtatganingizda sizga baraka eshiklari ochilar ekan. Atrofni
Baholadingizmi? Sizga ham past baho berishni boshlaydi atrof. Nimaga meniga past baho berishyapti deb keyin noliysiz, eshitib qolasiz. Chunki siz ichkaridan past baho berasiz-ku insonlarga. Ya'ni past baho berish, ustunlikni his qilasiz. Bu ham kibr aslida. Siz chunki ustunsiz-ku, pastga urib ichkidan solishtirasiz. Ustunlik orqali siz baho beryapsiz. Evaziga ustunlikka erishyapsiz. Allohga siz chizib beryapsiz vaziyatni ichkaridan. Mana shunaqa bo'lsa bu mukammal. Lekin bu kimni kiritgan qonuni? Odamlar kiritgan qonun. Odamlar kiritgan hissiyot. Bu hissiyotlarga biz bo'ysunib hech narsaga erishmadik. Ya'ni siz shu darajaga keldingiz, uyg'onish uchun keldingiz, o'zligingizni topish uchun keldingiz. O'zligingizni topganingizdagina haqiqiyligingizni ko'ra olishni boshlaysiz. Mukammalligingizni ko'ra olasiz. Biz ko'p holatlarda mana shu kiyimlarni kiyganimiz uchun biza nimaga kirib qolar ekanmiz? Kibrga. Baho berib ham kibrga kiramiz. Yana bitta kibr maskasi bor. Hayron qolasizlar. Yolg'on kamtarlik. Rol o'ynaysiz. Yolg'onchasiga bo'lsa ham. Sizda o'zi yordamga muhtojsiz. U yerda ham nima ketyapti? Kurashasiz hayot bilan. Sizga yordam bermoqchi bo'lgan insonning oldida rol o'ynaysiz. Yo'q, yemayman. Kiyimmi u ham? Ana o'shalarni chuqur tushunishingiz kerak. Qayerlarda siz ikkiyuzlamachilik qilyapsiz? Qayerlarda siz kibrni kiyimini kiyyapsiz? Ana o'shani tushunib olishingiz kerak. Haqiqiyatdan, haqiqiy bo'lishdan himoyaga o'tamiz. Haqiqiy bo'lish biza uchun nima ekan? Xavfli ekan. Ana o'sha xavflilikni biz bilmaymiz. Tegida zo'r narsa yotgani, dur yotgani. Haqiqiylik bizda nomer 1ligini. Biza himoyani urovini ko'tarib qo'yamiz-da. Chunki qo'rqamiz, u haqiqiy bo'lish strashna. Himoyalanganimiz yaxshi. Kiyim, maska kiyganimiz yaxshi Alloh oldida. Bandani ham oldida. Alloh oldida. Ko'chaga chiqib ketyapsiz. Qo'shni uyga kiring, choy ichamiz. O'zi shoshib ketyapsiz qaqqadir. Bu yerda ham maska kiyasiz, rol o'ynaysiz. Kimni rolini o'ynayapsiz, kim uchun oqlanasiz? O'zingizni aldayapsiz. Aslida u qo'shningizga farqi yo'q. O'zingizni aldaysiz, keyin og'irlashasiz. Qaqqa ketdi deysiz, energiyam. To'kim qaqqa ketdi, charchab qoldim deysiz. Ana o'sha narsalarga ketadi. Ichkaridan mana bitta ikkita kampir suhbat quradi. Baho beradi. Baho berayotganda anu odamni shunaqa chiroyli qilib yaratasizki, mana ichkarida. To'klar nimaga sarflanyapti? O'sha kampirga bo'ysunyapti. Kampirlar gapirib semchga chaqib o'tiradigan kampirlar bor. Miyani ichida mana shu bosh ichida. O'shaning uchun ham siz hozirgi holatingizda semchga chaqish darajasiga kelib qoldingiz. Nima qilishingizni bilmayapsiz. Tan olishdan qochamiz-ku biza, himoyaga kiramiz-ku. Bizga osonrog'i shu-yu. Yo'q, tan olib qabul qilishga kelib olishingiz kerak. Bu sizni eng katta yutug'ingiz. Darsimiz o'z yakuniga yetdi shu joyida, lekin vazifa berib o'taman. Aynan siz qaysi pozitsiyadasiz va siz ichki holatingizdan qaysi joylarda siz o'zingizni solishtirdingiz, o'zingiz baho berdingiz boshqa insonlarga, shani Allohning oldida daftariga yozib tan olib qabul qilishni bajarasiz. Ana o'sha tan olib qabul qilganda yengillik paydo bo'lishni boshlaydi va bu sistema ishga tushadi. Allohning formulasiga sekinlik bilan o'tib ketasiz. Agarda yozma bajarmasdan miyaga doklad qila olmayman, shunaqa qobiliyatim bor desangiz, qilsangiz bo'ladi. Lekin faqatgina eshitib bersangiz, bu informatsiyaligicha qoladi. Agarda siz miya uchun yozib, ham tushunib, qayta darsni eshitib, mana shuni hazm qilishni boshlaganingizda, sizda hayotingizda o'zgarishlar boshlaydi. O'zgarib boraveradi. Ya'ni formula Alloh sistemasiga o'tishni boshlaysiz. Bugungi darsimizdan nima o'zgarishlar, nima anglashlar olgan bo'lsangiz, hammasini yozib qoldiring. O'zingizlarni har biringlarni o'qib qolaman va natijalar bilan ham bo'lishib borasizlar. Keyingi darsda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'linglar.